Kartaş daimiz. Albatta Saturn yoshroq. Afro-Qozaq и Og'abek. Menimcha biroz Saturn уже выступал в лиге. noto'g'ri yozishgan yoshini Saturnni. Albatta raqib sariq kartochka bilan oktagonga chiqyapti. Unda vazn me'yori yuqori, adashmasam 7 kilogramga og'irroq Saturndan. Birinchi raund boshlandi. Saturn g'alaba qozonadigan bo'lsa, unga ko'p narsalar va'da qilib yuborilgan. Oldinga boryapti, ochiqchasiga jang. Gol bo'lish kerak. Muhimi zarbaga tutilib qolmaslik. Mana bu yerda zarbani o'tkazib yuboryapti o'zi. Shundi menimcha Og'abek. Oldinga bunday borib bo'lmaydi. Taktika bilan jang qilish kerak albatta. Bunday jang qilish yaramaydi. Low kick. Og'abek, menda hech qanday baza yo'q, lekin menda kardio bor degandi. Agar jang churon bo'ladigan bo'lsa, bu kardioni ko'rsatish kerak bo'ladi. Oldinga boryapti, zarba tegmadi. Raqib baribir tajribaliroq. Marselenning shamamen tanlagan taktikasini tushunib o'tirmiz. Hozir qarshilashning shabullarini kutuv. Al. Biroz sekinlab qoldi. Kelajak ham low kick. Hozircha jengil g'ana low kickdir. Zarbalar kamayib qoldi. Ehtiyotkorlik bilan harakat qilyapti ikkala jangchi ham. Saturn boshida oldiga borib, zarba o'tkazib yubordi ko'proq. Transfer daimda 5 minutda. Abdumuminov shamamen endi jura oladi shround qo'yib. Uni ko'rdik. Tana qismiga zarba. Selendan. Пора уже поактивнее, пора работать в раунде. Referi jangchilarni oldinga borishga chaqirmoqda. Rostdan ham sekinlashib qolishdi. Kamate ham umuman oldinga bormayapti. Mana bu logiklarni berib turibdi xolos. Boshqa hech qanday zarba yo'q. Kamate Saturn o'zini qaray chiqarmoqchi. Low kicklar jangini ko'ryapmiz hozir. Так продолжаться вечно не может. Кто должен все-таки. Mana bu yerda takedown amalga oshishi mumkin edi, lekin Большой для Kamate доказательств. ulgurib qoldi oyoqlarini olib qochishga. Marcelen Kamate, поэтому перевести будет, наверное, сложно. Kuresga baylanuvning qajati yo'q. Qaraydi, Kamate biroq uni tushunmay yotgan. Hozir bakkerlarga qarab qo'yadi. Parkerdagi jang davom etadi. Гарди оказывается. Mountga Ближе к тому, o'tib чтобы ketishi занять mumkin. позицию полного гарда. Ну, знает, что Kamate такое full guard. Kutilmagan holat, chunki odatda stoykada jang qiladi bu jangchi. O'zi MMA qoidasi bo'yicha jang qilmagan. Va ko'rib turganingizdek, kurash ham yomonga o'xshamayapti. Hadi shosakda bakkerga qaraydi. Hadi shosakda bakkerga qaraydi. Zarbalar beryapti Kamate. Тамаша, Ну, слушай, этот тейкдаун и вот контроль, если, конечно, до конца раунда. Agar Saturn mag'lub bo'ladigan bo'lsa, anchagina hype singan bo'ladi, chunki endi boshlanyapti bu jangchining parvozi. Hozir mag'lub bo'lmay turish kerak. Сатурн только сейчас шею прихватил, для чего это делать непонятно. Qismiga zarbalar. Kamate aktiv ishlagani yo'q. Mana bu yerda full mount ketib olmoqchi. Yo'q, bermayapti. Baribir. Mana bu yerda aylanib chiqishi mumkin. Отлично. Yaqin qoldi Abdumuminov qarshilashda Keraldaro'ga. Bu yerda qattiq bir oyoq chiqaruvning qajati yo'q. Pozitsiyani saqlab qoldi. Belsendi qo'y, nega? Jangchilar stokiga qaytarilyapti. Aktivlik yo'qligi sabab aktivlik ko'rsata olmadi. Только лишь сменил позицию. Oldinga borish kerak. Saturn qolgan 1 daqiqani 100% o'ziniki qilish kerak. Qaytarib o'tirsa haqida. Boshqa yo'l yo'q. Shashay boshlagan siyaqti. Kamate qiyinlarga qaraganda Low kick. boshlagan siyaqti bo'lib ko'rinadi. Zarba berish kerak. Zarba. Bunday yurish yaramaydi. Секунда остается до окончания первого раунда тем временем. Birinchi raund hozir Kamate foydasida desak bo'ladi.
Kamate qo'lмен so'qqilar qilgan кезде Kamatening basımlığı bor edi. To'q almasib ko'rdi, bo'lmadi. Kurashib ko'rdi, bo'lmadi. Saturn endi ne qiladi ekan? O'sha yerda endi Oldinga boryapti, zarbalar. Hozircha ahvol chatoq desak bo'ladi. So'nggi soniyalar birinchi raundda va birinchi raund nihoyasiga yetmoqda hozircha. Vaqt bor. O'ng bo'lsa sariq kartochkani hisobga olingizlar, ya. Raundning eng qiziq satlarini qarab chiqing. Внимание, второй раунд. Ikkinchi raund. Ikkinchi raundga taklif etilmoqda jangchilar. Alg'ashqi raundda bosimliq Kamatega bo'ldi. Biroq sariq kartochkani unutmangizlar. Mana bu yerda qolgan 2 raundda Kamatening burnidan qon oqayotganini ko'rdik. Saturn әрине mіндетті түрде өзгерістер енгізеді. Ал дегенмен бұл жігіт сәл де болса тәжірибесі молырақ. Да, для этого формата проверил формат на себе. Зарбалар Знает, что это такое. almashinuvi. Продолжает прессинговать. Справа здесь неплохо попадает. Oldinga boryapti Saturn. Balkim sol selekda, tog'da Kamate. Qanot qismiga zarba. Белки. Beldan pastga bo'lib ketdi menimcha. To'rga tirey boshladi. Bapkerlar aytib o'tir. To'rga tirey. Aktiv ishlash kerak Saturn. Bu yo'g'iga. Saturnda. Endi birinchi raundni kechirsa bo'ladi, chunki sariq kartochka bor edi raqibda. Sariq kartochka bilan chiqdi, unda minus ball bor edi. Ne o'ylaganim aytib qo'ying bu yerda. Durrang deylik, mayli. Minus deganini aytib qo'ying. Nima bo'lsa ham birinchi raund bo'ldi. Bu yo'g'iga endi Ну, сложно попасть Максимум в движущие харакет цели, кеш конечно керек. же. Здесь заслуга Марселена, который постоянно agar двигается. stoykada ishonch komil bo'lmasa, yana bir takedownga harakat qilish kerak, hech bo'lmasa. По крайней мере, двигается он Lekin неплохо. mana bunday zarbasiz yurish Tog'da buni. aniq Провалить tegmadi. своего оппонента. Но в этот раз уже не так эффективно получилось. Kamate eng dұрыс taktikani tangday olgan сияқты ya bu yerda. Ko'p qiymalдау және qo'lмен so'qqilarga teng qo'yu, boksga teng qo'yu. Og'ir. Жақсы oldi hozir. Да, болезненные удары. Марселена. Raqibni taqib qilib yuribdi Saturn. Bo'ldi. Ochiqchasiga jangga kirishib ketish kerak. O'zi hozir kurashib Takedown ketdi. amalga oshishi mumkin. Nesi bor edi? Har tomonlama Уже ojiz оказывается в qoldiryapti позиции hozir бокового Kamate контроля. Saturnni. Mınao qiziq qoldi qo'y, ha. Bu minus sal yaxshiroq ko'rsatdi degan bir o'yda edim, shuni ko'rib. Мне кажется, что этот перевес играет свою роль. Оказывается, не забывай, что в день поединка бойцы в любом случае больше, чем лимит легкой весовой категории. Насколько перевесом мы не знаем, нам не дали такую информацию, но тем не менее перевес есть. Ну, так или иначе, скрутка была отличная. Камате это в любом случае не умаляет его заслуг. O'ta bir tajribali Nima harakatlar bilan Да, то есть это не было того, yaxshiroq что натянул на pozitsiyaga o'tib себя, bormoqchi. как-то Mana bu yerda случайно turib это ketyapti, gap yo'q. Это сделано, было Jang сделано. stoykada davom etadi, lekin Zaplanirovano. stoykada ham uncha xursand bo'ladigan ish bo'lgani yo'q. Mana bu yerda low kick. Biroq ko'rinadi, parterda har qaray shabul жалғастыратын. Mana bu yerda xatoga yo'l qo'ydi. Qo'ldan olmadi. Kamate. Og'abek yaxshi mumkinchilik edi. Saturn uchun. Biroz jiddiy raqib tanlab. Mana zarbalar o'tyapti endi Og'abekni. Faqat takedownga yo'l qo'ymaslik kerak. Mana endi takedown Og'abekdan gap bo'lishi mumkin emas. Pozitsiyani ushlash kerak, zarbalar berish kerak. Referi jangni to'xtatishiga yo'l qo'ymaslik kerak iloji boricha.
to'xtov kerak boshqani hozir referida eskертүү berib o'tir. Nazorat davom etadi. Erkinlik yo'q. Jumanov nega o'sha yerda nega aralashmaydi endi? Kamate qarshilashning ustida shabullab жатқан кезде turg'izdi. Mana yerda qayda? Surattар бар. Действительно, активности мало. Вызывает кольцевую. Aktivlik talab qilinmoqda. berib o'tir. Tek qana Zarbalar beryapti Og'abek. Yopishib olgan Kamate. Menimcha Karji ostida muammo bor Kamate. Hozir mana shu raundni olish kerak. Iloji boricha. Ikkinchi ret bitta eskертүү. Bu yog'iga turgazmaslik kerak. Hech bo'lmasa zarba berib turish kerak, bo'lmasa referining o'zi turgazib qo'yadi. Bo'ldi. Referi ham juda ham bir shoshqaloq odam ekan. Kamate o'shgan siyaqti galib. Kamate charchadi. Og'abek uchun bu yaxshi chang'al. O'zini yomon his qilyapti. Травмировал. Bo'ldi. Bo'ldi, Og'abek g'alaba qozonyapti do'stlar. Bunday time-out so'radi. Time-out so'radi Kamate, lekin time-out so'rab bo'lmaydi MMA qoidasi bo'yicha bunday holatda. Yelkam og'riyapti, oyog'im og'riyapti deb time-out olishning iloji yo'q. Faqatgina qayer og'rib turganda time-out olishni o'zingiz yaxshi bilasiz. Faqatgina bir joy. Boshqa masalalarda texnik mag'lubiyat yoziladi. Это была не самая впечатляющая победа. Давайте будем Endi albatta MMA da debyut qilyapti, balki bilmagan bo'lishi mumkin, lekin Og'abekda bugun irodali g'alaba bo'ldi do'stlar. Tabriklab qolamiz. еще далековато. Еще нужно идти. Даже с Апрказахом я бы в следующем турнире устроил бы реванш. К тому же Лига сама говорит, мы за незамедлительный реванш. Поэтому давайте это устроим, давайте сделаем это. Тұратырыңыздар, әлде түсіністеушіліктер орын алып жатыр бұл жерде. Нет, я думаю, что все, на этом поединок закончился. Hozir Kamate'nin o'zi ginali бұл жерде. yelkasi menimcha chiqib ketgan ko'rinadi yoki singanmi? Бұл Aniq bilmadim. futbol емес бүйтіп. Ну да. Өзіңіз сұрай салатын, иә? Для чего-то, если боец, спортсмен отказывается и просит врача, то все на этом. Мы же не можем посреди поединка поставить на паузу сам бой и пригласить врача и сказать, что давай дальше делись. Тұратыр мен қолым ауырып тұр. Кішкене демалып алайын, ары қарай Это не спарринг в зале. Я. Ты можешь сказать, подожди, братан, я давай сейчас отдохну. И мы Qudin продолжим. Mamajonovga tashakkur bildiryapti. Тем не менее, Saturn. Сатурна мы Bugun поздравляем с Saturn. победой. Но я бы Yanglishmasam хотел Saturnga увидеть spark реванш. beriladi Ведь hozir. G'alabasidan Не keyin. все вопросы оказались. Do'stlar, Shohrux Abubakirov kanalida Shohrux Abubakirov sharh janglarini tomosha qilyapmiz. Kanalimga obuna bo'lib qo'ying, albatta bundan qiziq turnirlarni ham o'zbek tilida tomosha qilamiz. Hali qiziqlari oldinda. Mine ko'rdingmi? Kasqo'y. Oldinda Rasul Bozorov jangi bor, Shohruxxon Mirzamatov, Amirxon Alixo'jayev. So'rovga bo'ladimi? Qo'lda turgan jengis. Kamate o'zi ber. Demak, На четвертой Элон минуте qilinadi 19 секунде второго раунда победу техническим нокаутом одержал Og'abek Saturn Abdumumинov.